Assalamu alaykum qarindoshlar. Şu bay so'zligimning ikkinchi qismi. Men hozir yana bir narsani sizlarga deyman. U bo'lsa biz necha vaqtdan nurg'un namoyishlarni qildik, nurg'un ishlarni qildik. Yana men demasam sizlar hammanglar bilasizlar, xalq harakati. Biroz uslab qolgandek bo'lib qoldi. Biz yoshlarimizni ümidsizlantirmaylik. Bo'libmi yoshlar ümidsizlanmanglar. Xalq sizlardan kutadigan umidlarini aytacaq. Mayli qanday faoliyat qilinglar, yoshlar o'rninglardan dasturinglar, onalarni, akalarni, otalarni yetaklanglar. Biz sizlarni yetaklaylik, butun dunyo yoshlarini yana o'rnidan dasturib ash lager to'g'riliq. Chunki sizlar butun dunyo bo'yicha harakatga kelib, xalq harakatini shundoq kelkin qilib qo'zg'atdinglar. Butun jurnalistlar, butun siyosiylar, hukumatlar qo'zg'alib ketibdi. Mana Ostola Xitoy hukumati bir qism odamlarni qo'yib berishga boshlab, biz yana harakatimizni jiddiy davomlashtirsak qolgan qarindoshlarimizni turmlardan, o'limlardan qutuldirib ketalaymiz deb o'ylayman. Shunga men yangi bir narsani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. U bo'lsa-mu, shundoq bir taxtayni masalan bunda bir ilan Xitoylar gango deydi. Mushuna bir taxtayga, mushuna yerga o'zimizningki xalqimizni qutuldirish to'g'riliq bir narsani yezib, anaydi muhim gaplarni yezib, ya lagerni qo'yib berdimdik, yoki vatanimizdan qaytarib berdimdik, yoki boshqa bir nima demdik, mush lager to'g'riliq naydi muhim gaplarni yezib, aşağıda azraq pulni to'plasaqlar bo'ladi, bir 5-6 ming dollar xashlasak chiqadi. Eng har bir davlatning markaziy shaharlarining ko'rinadigan yerga ash yo'g'on taxtaga e'lon qilib qo'ydirsak. Men o'zim birinchisini boshlayman. E'lon taxtasini chiqirdigan yerlarni izlayapman. Ashunda har bir shtatdagi qarindoshlarimiz pul to'plab, ash e'lon shirkatini izlab tepib, ash e'lon chiqirdigan ash insonlar xalqni qo'zg'ashning bir usuli. Hamda biz siyosiy olan bütün dünya xalqi qo'zg'alishi kerak. Uyg'urlar shunda bütün dünya xalqi qo'zg'alib qutuldurishga ehtiyoji bor, ham shu bosqichga keldi. Bunda qirg'inchilik yer sharida yo'q hozir. Hamma yerda urush bo'layotgan yerlarda qirilayotgan odamlar bir-biriga tang etishib qirilayotdi. Bizning untinsiz akirib tirik ko'milayotdi, o't ko'ydirilayotdi, o'pki yuraklar import eksport qilayotdi. Qizlarimiz dafsanda qilinayotdi. Narsidi bolarimizning ish azayini setyotdi. 7-8 qizlar, yoshli qizlarimizni apirib, nimalarni qilyotdi, setyotdi. Biz mushundaq vahshiy qirg'inchilik, untinsiz dori o'qillar bilan qirib tashlash, ham saran qilib o'tish, ham ochliqdan, ham qiynash, mushundaq qirg'inchilik bo'layotgan ekan. Inab, jinim qarindoshlarim, yetarlik emas. Dunyoning harakati yetarlik emas. Sözlegen qarindoshlarimiz va ondaq qilishimiz kerak, o'zimiz qutuldirishimiz kerak, o'ttirib chiqish. Biz shu o'ttirib chiqadiganlarning hamma omillarini qilishimiz kerak. Shuni qilish uchun biz qanday qilishimiz kerak? Yo'l tepishimiz kerak. Yo'l tepishimiz uchun biz qanday qilishimiz kerak? Siz degan, biz degan fidokorlik, jangovarlikka o'tish uchun biz yol tepish uchun mushundaq oldi bilan bütün dünyani uyg'otishimiz kerak. Dunyodan o'zimizning qopqimizni ichishimiz kerak. Shu qopqilarni ichish uchun mush harakatimizning yana mush bir qismini men shunda deb qarayman qarindoshlar. Mushundaq o'xshamagan harakatni ben bugun mushunda yo'g'on e'lon taxtasini yasab, bir odam ko'rdigan yerlarga e'lonni chiqarsak, xalqni qo'zg'aydigan foydasi bor. Shu shtatdagilar, davlatdagilar, shahardagilar mushu e'lon shirkatini tepib, mush ishni qilib baqsaq deb sizlarga hammalarga shuni tavsiya qilaman. O'zim birinchisini qilib sizlarga videoda so'zlab evatman. Hammanglarning Ramazoni muborak bo'lsin. Xudoyim tilaklaringlar ijobat bo'lsin. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Rahmat.